Topilgan odamlar yapsan, nima ish qilasan? Aka ko'chada mijozlarga 12,5 million, bizga 12,5 million. Misol kamaytirib bering endi bu mijoz oldida yolg'onchi bo'lib qolmayman. Uni arzon beraman, shu yerdan ko'rib keling, men sizga arzon beraman deb aytganman bu mijozga. Hozir 2 minut hozir. Böyle. 2 minut hozir yo'lyapti. Hangi yaptı şunu sana verildi? Kızım. Nurjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nurjon aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz, salomatligingiz yaxshimi aka? Zo'rmisiz? Qonunchilarimiz, reklamchilarimiz tomondan so'rashayotgandi. Ozgina qisqacha Albatta, Alloh xohlasa mana 40 tali akkumulyatorlardan 5 ta qo'yilgani keldi, 60 ga 40liga. 5 xil versiyada yonadi, oldingi yurishlari 9 ga o'xshaydi, yangicha modeli keldi Rekshamizda. Zavodskoy tentlari bilan keldi. 45-50 tezlikka chiqmas yuradi. To'g'ri yuqori tezligi 40-45 ga tezlikda harakatlanadi. Modelimiz mana bu yerda USB ya'ni kabel mikrofon sistemalarigacha mavjud, tormoz sistemalar jidkislar. Oldi orqaga yurishlari o'ta ham mo'shli bo'lgan modelimiz xohlasa. Bagaj sistemalarigacha tomida keldi, projektor bagajlarigacha bor. O'zini zavodskoy xavfsizlik tentlari bilan qo'yilgan. Bu modelimiz vodiy bo'yicha dastavkachida butun O'zbekiston bo'yicha 12,5 million so'm yetkazib beramiz. Только vodiy bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Soni bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, bor, xudo xolasa. Yangicha modellari, yangi turgan xudo xolasa yangi kesib turganlari, mana kichkina stakan modellari deyman, yoki tomli modellar, любой turdagisi ham bor. modellar qayerga sotildi? Andijon viloyatiga sotildi, xudo xolasa, nasib bo'lsa 9,5 million so'mni dastavkachida xudo xolasa olishdi. Qo'ni qo'shni olib ketishyapti, ikkita qora rangini Samsung qilib. Mana bu yoqda projektorlar, kimga qiziq bo'lsa, shu Rexha modellarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Zamin savdo markazidan birinchilardan bir optim narxlarida xudo xolasa qilgizib beramiz.